inson ilm bilangina ikki dunyoda najot topar. Solim ibn Jud rahmatulloh alayhi shunday dedilarki, xo'jayinim meni 300 dirhamga sotib oldi dedilar. Men harakat qilib ilm bilan mashg'ul bo'ldim dedilar. 1 yil o'tmasdan ilmni hurmatidan xalifa meni ziyorat qilishga keldi dedilar. Qarang, 1 yil oldin bozorda qul qilib sotilingan Solim ibn Jud rahmatulloh alayh ilmni orqasidan shundoq bir Xudoy taolo azizlikka, mukarramlikka ko'targan ekanki, 1 yil o'tmasdan xalifa meni ziyoratimga keldi ilmni hurmatidan deydilar. Ilm shunaqa. Xudoy taolo bekorga kalomida aytmagan. Sizlardan ilm bergan zotlarni Alloh baland maqom darajatlarga ko'taradi bekorga aytmagan. Ilm insonlar shunaqangi ikki dunyo aziz va mukarram qiladi.